Bitta çekilik. 25 ming dedimi diyor, 28 ming dedi. 28 ming cheklari bilan turibdi. Biz ham endi onasizga onang nomini pulini qaytaraman. Endi 28 ming dollar bizi O'zbekistonda katta pulda, Amerikalarda bu pulga odamlar kayf qilyapti, to'g'ri tushuninglar. Sizlar bilan mana yerda qanday u bizi O'zbekistonda katta pulda bu Yevropalarga chiqsalaring, ana o bloger bola qaysidir millatga borib 10 kishi bitta ovqatlari sho'da bitta normal restoranga kirib 7 ming qancha dollar shot keldi bilan chichib qo'ydi bilan. Videosini qo'ydi. Mana hamda bolasi ekan kim ekan. Bizda endi katta pulda boshqa davlatlarda u 28 mingga odamlar bir kunda yo'q qilib yuboradi. Kazinoga kirib bunday qilib 100 ming 200 ming amiga tiqib tashlaydi. Bizda endi shunday mana Dubayda shunday bitta restoranga o'tiradi, bitta Dubay malida chekiradida, bitta soat oladi. Bitta shunday kiyim bir nimalar shunday oladi, shunday chiqadi, yo'q 100 ming. Ha, shunaqa bizda xolosda bu. Oy deb 28 ming Rasulov. 28 ming bizda xolos, boshqa davlatda u pullar. Pul emasda, sizlar to'g'ri tushuninglar, sizlar o deyapsizlar. Endi puli yo'q odamga 100 ming ham pul, lekin bizda u narsa. Assalomu alaykum. Bizda bilat mana u yutib berolmadi, baba bilan jala bilan Mr. Bean nima? Ana u bilan itti xoroldigi. Odamlar yozishyapti, odamlar O'zbekistonda qimmat 35 ming 38 ming dollar turibdi ekan. Endi O'zbekistonda yetib borguncha qo'lma-qo'l ko'tariladi narxi. O'zbekistonda ham qimmat soat sotamiz. Biz Farg'onada ham bormi? Yozinglarchi, men borib olaman. Kreditga bo'lsa ham olaman. Bitta bir 30 million 40 millionlik soat. Toshkentda bor. Samarqandda ham bo'lsa kerak. Bizni Farg'onada ham bormi soat? Men soatga pizes qiziqaman. Действительно soatga qattiq qiziqaman. Samarqandda aniq bo'lishi aniq, Toshkentda vobshe bo'lishi aniq. Bizni mana Farg'onada bo'lishi bormikin deyman-da. Bitta chekaylar deb chekyapmiz, sen chekmayapsan-ku. Hozir men kamerani o'chirib, bitta chekdim, kamerani o'chirib turib. Samarqandda bor debdi. Bitta jo'natib yuboring, aka Samarqandda bo'lsa, aka bir 70 ming dollarligidan bitta. Samarqandda 100% bo'ladi, chunki Samarqandda Amerikadan ko'p divizhina qilishadi akalar. O'sha Samarqandda soat bor-ku, Toshkentda 30 ming bo'lsa, Samarqandda 50 ming sotiladi. Samarqandda qimmat. Bitta soat olib qo'ysanglar, o'shada qimmat soat pul ishlab turadi. Любой payt ko'tarilsa ko'tariladi, tushmaydi u narsa. Любой payt onasiga zapchas qilib soatda ham. Ichidagi olmoslarini zapchas qilib sotsanglar ham pul bo'ladi. Pul ishlab turadi. Любой payt. Endi misol bir xillar bor, onasini ham qiziqadi, 1 million dollarga oladi, xohlasa 2 million dollarga oladi. Puli bor, olyapti onasini ham. Hali Konorda qo'lida 2 milliard dollar turibdimi? Ronaldoniki shunday ko'rsatyapti 300 ming dollar. Konordiki shunday ko'rsatyapti 2 million dollar onasi. 2 million dollar. Voy bala. 2 million dollar shunday qo'liga baylab olgan, tamom. Hali bular ham odammikin, ey. Kimdirlar bizga havas qiladi jala, biz kimdirlarga havas qilamiz u qadar. Kimdirlar bizga havas qiladi, kimdirlarga biz havas qilamiz. Aziz endi onasini emsin. Conor McGregor ham kichkina odam emas-da, shunday deganing bilan Conor McGregor ham kam emas-da. Dunyoda misol 10 ta odam misol mashhur bittasi shuda. 10 tadan bittasi shuda, butun dunyo taniydi u, haromda ham. Lekin o'z dunyo bo'yicha Mr. Bean ekan birinchi o'rinda mashhur bo'yicha Mr. Bean. Hamma taniydi. Mr. Bean'ni Ronaldo
Ronaldoni tanimaydigan joylar bor ekan, u Afrikada. O'shalar ham Mr. Bean'ni tanar ekan. Tasavvur qilgin, o'sha kuni Islom Maxachov